Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Kamol Qohorov YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar eng yaxshi ko'rgan rubrika 24 soatda kim ko'proq vazn yig'ish. Biz ikkinchi sezonni boshlayapmiz. Bizda uje komanda qarshi kurashadi. Xullas bizda birinchi komanda bu qizlar komandasi. Ana Umida Odilova, Dudosh, Jesmi va albatta YouTuberlar komandasi. Oy. Bu yerda Ahror Alixonov, Omonxon va Zafar aka-uka. O'yinning shartini bilasizlar. Qanaqa video kelganinglarni bilasizlar. Men oldindan bizadiga o'zgarishlar haqida aytib o'taman. Har doim bizda lifehack vazn yig'ish uchun bu suv ichish bo'lgan. Endilikda bo'lsa suv ichish umuman taqiqlanadi. Ya'ni ovqat yeyotgan paytinglar hazm bo'lishi uchun ichish mumkin, zapivat qilish mumkin, lekin suvni основной vazn yig'ish instrumenti hisoblab ortiqcha suv ichish mumkin emas xullas. Mana bu Latatron o'rtoqlar. Bu yerda 4 ta ovqat turi bor. Milliy taom, turk taomi, vegan hamda fast food. Hozir har bitta jamoadan bittadan odam bitta ovqat turini tanlaydi va o'sha ovqat turi butun jamoaga amal qiladi. Давайте. Sana kim tanlaydi? Don Ziki чисто. Don Ziki. Keling. Don Ziki. Okey, demak bu komandadan Omonxon tanlaydi. Sizlardan kim tanlaydi? Bugun Umidan tug'ilgan kuni bo'lgani uchun omadi keladi-da Umidan deb ishonamiz. Umida tanlaydi. И просто vegan shot. Davay! Давайте, aylantirib olasiz bittasini. Vegan. Просто o't yeyishyapti faqat. Aylantirib oling bittasini. Men sizga ishonmayman, noladmi? Menga tundab qo'ymaylik. Ha, cho'ta vegan tushdi-yu. Qildim lekin. Qani, qizlar birinchisi ochdinglar? Voy, turk ekan. Qizlarga turk taomi tushdi. Yaxshimi yomonmi bu so'z? Zo'r. Qani, Omonxon ochinchi? Va so'raman lekin. Voy, davay. Voy! Xo'sh, nima Omonxon? Eggi ko'rdik bo'ldi o'sha. Vaqtim yo'qoting, o'zingiz o'qing. Voy! Vegan. O'txo'rlar jamoasi. Aniq bo'ldi. Oxirida umumiy vazn qo'shilgandan keyin, конечно, qiz bolalar kam ovqat yeydi. O'shaning uchun ularning yig'gan vazni 2 ga ko'paytiriladi. Bolalar biza tosh yetkazdik. Ana endi kim topadi? Bu challenge interga qoldimi yo'qmi? Kommentariyda yozib qoldiringlar. Yo'q, nima? Shunga slabiymisizlar YouTuberlar? Da? Nima, O'zbekiston YouTuberlari slabiymi? Pastga tushganida mayli edi. Men bilmagandim. Omonxon, Ahror, Zafarlar shunaqa slabiyligini. Voy, qizlarga yutqizadimi, bolalar? Unisini video davomida o'zingizlar ko'rasizlar. Lekin shoshilmanglar, chunki hozir sizlar kun davomida kim qanaqa budjetga ovqatlanishni ham aniqlashtirishlar kerak. Ya'ni bizda videoyimizda yengilliklar ko'p bo'lyapti, axir bu ikkinchi sezon. Hozir kelamiz. Qaranglar, bu yerda 4 ta budjet bor. Ya'ni o'sha budjetni butun komandaga amal qiladi, har bitta odamga emas. Bu yerda bor 700 ming, 1 million, 1 million 200 ming va 1,5 million so'm. Yo'q, to'xtang, men tanlay shuni. Ahror olavering sirazida. 10 tomoniga. Men shu ishondim 1,5 million tushyapti. Okey. Hozir endi ko'ramiz. Qanaqa budjet kimga tushdi? Bolalar, birinchi sizlar ochinglar, davay Ahror. Davay Ahrorchik. И там просто 15 миллионов. Qani? O'zimga yangi kvartira olaman. 2000 dollar. 1 million. Ну хотя бы. Bu degani sizlar kuni bo'yi yeydigan ovqatinglarning budjeti 1 million bo'lishi kerak. Надеюсь, деньги меня любят. 700 ming. Bizga yetadi. Yetmaydi. Voy, qanaqasiga? Ortiqcha gap yo'q. Hozir endi hammalarni vaznini o'lchashimiz kerak. Komanda bir-birlarini podдержка qilishinglar kerak. Tushunyapsizmi? Ahror, agar даже Zafar kam ovqat yesa, sizlar yutqizib qo'yishinglar mumkin. Shuning uchun majburlab yedirish kerak ovqat. Mana qarang. Kichkinaligini qancha yeydi? 300 grammmi? Unda o'rtoqlar, biz hozir vaznni o'lchaymiz. Hali ham kimdir videoga like bosmagan bo'lsa, обязательно videoga hozir o'zida like bosinglar va nima qilishsin? Obuna bo'lish kerak. Kanalga obuna bo'lish kerak, yesir. Qizlar jamoasining общий vazni 143 kilogramm ekan. Ya, semirib ketishibdi-yu. YouTuberlar jamoasining umumiy vazni bo'lsa 196,9 kilogramm.
Bizda normal. Normal, a? Sizlarda normalmi? Unda sizlarni vaqtingiz ketdi, ровно 3 soatdan keyin xuddi shu yerda ko'rishamiz yana bemalol borib ovqatlanishingiz mumkin. Yana bir marta aytib qo'yaman, podpiskaga bosib qo'yinglar va videoga ham обязательно like bosinglar. Rahmat. Qizlar sizlarga omad da'vo aytish charchamaylik. Ketdi, mashinaga o'tiringlar, jigarlar, vaqtimiz kam qoldi. Xullas do'stlar, biz hozir Vokga boramiz. Vegan ovqat yeyishga harakat qilamiz. 1 million so'mga Vok olamizmi? Atakchi, men comeback qilishim kerak bor-ku. Prям 45 kilomanda, 52 bo'lib olganman-da, o't yeb. И просто 52 момент. 52. Ovatda? Ovatda. Biz hozir qayerga boramiz? Zo'r joyga boramiz. Borganda aytamiz. Ha, borganda aytamiz, hozir aytmaymiz. Women. 52, Big Tasty и Big Mac'ов ночью задачил вчера. Xullas biz manzilga yetib keldik, C1dagi Vokga keldik. Ovqatlanamizmi? Qornim ochdi lekin, konkretni ochdi. Ertalabdan hech nima yemaganman. O'zi vachida 700 ming bormiz-ku. Yo'qlaymiz ham o'zi. Ko'p narsa yo'q. O'zi hammamiz kichkina oshqozonimiz mana shuncha bo'lsa kerak. Men 3 kundan beri ovqat yeganim yo'q. Именно atilabmi? Normal, lekin вообще ovqat yemayman. Men ko'p ovqat yemayman. Hozir o'ylayapman-da, turetga kuxnya shunaqa mashqqa kelib qoladi-da. Kechqurungacha boru. Biz saatga keldik. Aytamiz, "Самое любимое заведение". Hozir 3-4 ta yeyman, uverimman o'zimga. Men bitani yesam o'zimga молодец deyman. Bizga даже havoni shikarniy qilib berishgan. Вот bugun bizning kunimiz. Надеюсь, biz yutamiz. Vegetarianistlarga salom. Sizlar yuraveringlar, o't olalar yeb. Biz go'sht yeymiz. Hozir menimcha bittada qorin to'yg'izib yuborish g'alati bo'lsa kerak. Или Hozir qarang. yeyish kerak deysiz. Vegan, vegetarianskiy narsa-ku, rezki hazm bo'lib ketadi. Hamma ovqatinglar почти vegetarianskiy-ku, to'g'rimi? Go'shtsiz xullas o'zimiz ham yig'ib olsak bo'lar ekan. 3 ta shagi bor ekan. Hozir go'shtsiz nimadir yig'ib ko'ramiz, sizlarga ham ko'rsatamiz. Тайский рис с овощами. Xo'sh, давайте мне тоже. Да, тоже такой. Hozir mana men Omonxonga qo'yman. Nima ishotgan ekan vegan tushgan. Nima yesa bo'ladi o'zi unga? Qayoqqa borishdi ular? Juda qiziq menga. Sizlar mazax ko'rib o'tiribsizlar. Men hech nimadan xabarim yo'q. Sizlar endi nima gaplar? Video bor-ku. Nimaza qayoqqa bordinglar ovqatlanishga? Vok C1da. Xo'p, qonun buzilmayapti? Yo'q, qonun buzilmayapti. Qonun. Ha, yo'q. Qizlarni yutish kerak, qizlarni. Обязательно qizlarni yutish kerak. Men sizlar tarafdaman. Yo'q. Siz yo'laga kiks. Yaxshi lekin. Ha, ovqatni bosinglar, давайте. Suv bilan zapivayt. Всё, давайте. И, кстати, suv, да. Yaxshi etdingiz, давайте. Bolalar bilmadim endi, nima yeyishyapti, menga aniqini aytishmadi. Eng muhimi o'yin qoidalarini buzishmayotgan bo'lsa bo'ldi. Set. Давайте всем сет тогда. 2 ta set, shunda bitta maral, 2 ta set. O, Ну, menga yana bardakcha urib yuboring сразу. Men bitta to'yimga 3 ta uring. 3 ta? Да. Тем более barku anaqa dodalar bo'ladi, choy ichib o'tiradi. Ertalabdan kechgacha o'shalarga o'xshab choy ichaman. bizda qolgan pul 556 ming. Hali juda ham ko'p pulimiz bor. Vegetarianchilarga ustibach qilmaymiz. Biz hozir magazinga boramiz, пока что ovqatimiz kelib turgan. Suv olamiz. Da. O, mana baqani tuxumi. Baqani tuxumini ichsa bo'ladi, to'g'rimi? Вроде vegetarianskiy-ku. Qizlar nima bo'layotgan ekan, menimcha Iskandar yeyishayotgan, mazza qilib. Endi hozir Jesmiga telefon qilamiz. Hello. Sizlar yeyapmiz уже? Nima zakaz qildinglar? Qani ko'ring-chi. Sat. Tak, aniq turetskiy ovqatmi bu? Ha, mana bardak choylar. Choylar va trenni. Okey. Mana shuni o'ziga qoringlar to'yadimi hozir shunda? Shu bilan vazn yig'moqchimisizlar? Biz 2 tush deymiz. Mayli, unda sizlarga omad tilab qolaman. Men sizlarga ishonaman, sizlar yutishinglar kerak. Men sizlarni podдержка qilyapman lekin. Xo'p, qizlarga omad tilayman, nima ham dirdim. Hamma omadini bersin. Menimcha bolalar yutsa kerak, qizlar yutmasa kerak menimcha. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Fikrlarni kommentariyga yozib qoldiringlar обязательно. Buna quvamish qilib. O, mana bunaqa kola ichaman. Bugun vanilniy. Bo'pti, mana anunga operatorga ham olamiz. Plus respect. Chista. Men baribir bizlar bilan ham yuribdi-yu, u ham odam qo'yish kerak-ku, to'g'rimi? Operator ham ovqatlanadi-yu. Operator ham odamni yoza olinglar kommentariyga. Chipslar mumkin, to'g'rimi? Da, 255 mingga. Doritos olaylik, brat. 255 mingami? Ya mana 100 ming ekanda. Doritos olaylik, chips. 137 mingmi? Mana. Mana bunaqa narsalar olaylik. Ukam detskiymiz, ha?
Если что, Zafar mendan kattaroq. Da, Tipa Rashid akasi yoshdan kattaroq menda. Birinchi. Kim pul berdi shu bolaga borib? Rahmat. Xullas do'stlar, mana biz 132 ming so'mga narsa oldik. Yana men bitta 1 million so'm chiqadi. Chaq minus 132 ming bo'ldi. Okey, savol sizlarga. Necha kilo semiraman deb o'ylaysizlar? Uzog'i borsa bir 3 kiloga semirsam kerak. To'g'ri? 4 kilomi? 4 kilo bilmayman lekin bro. Anam где-то 2-3 kiloni o'ylayapman-da. Muhabbatlar orqali ko'rishingiz mumkin. Ichida hech qanaqa go'shtli narsa yo'q. Tipa guruch, bodring, nimadirlar. Albatta kuzatib, like bosib qo'yinglar. Yoqimli ishtaha. Ko'k jiguli, ko'k jiguli. Eslatadi sevgimizni Like va podpiskani ayam bosinglar, keyin kommentariyaga qizlar yutsin deb yozinglar. Chunki biz yutqizsak ham yutishimiz kerak. Kamol uchun like va podpiska. Xo'p, shu o'tkazishdan oldin kim nech pul bo'ldi deb o'ylaydi? Okey, obsluga bilan 350 ming. 270 ming deb o'ylayapman. Xo'p, men 400 ming dedim. Ana endi ochib qaraymiz. Va rovno 301 ming so'm bo'libdi. Da, axirorga qarab kelibdilar. Demak, axirorga oz to'laydilar. Dayt. Hozir xullas 305 ming so'mga o'tirib yedik. Plus naryoqdan 100 necha? 132 ming chiqdi. U xullas ana mana shu montajyor qo'yib yuboringlar. Shuncha pulimiz qoldi. Ekshonsan, qo'yib yuborishdan birat qiladi. Orqaga portlash qo'yib yuboring. Men bitta Michael Jacksonni qo'yaylik. Bugun tug'ilgan kunim. Tabriklamaysizlarmi? Hozir bor akasiga aytsam, tug'ilgan kuni borlarga sizlarga podarka yo'qmi desam, balki bitta tekinga berishar. Kommentariyada tabriklaymiz. Umidan. Umida tug'ilgan kuning bilan. Anaqa, sizlarda tug'ilgan kuni borlarga aksiyalar yo'qmi? No, tam podarka. Unaqa. Xafa bo'lma Umida. Пожалуйста. 50 тысяч? 10 тысяч? Хотя 20. 15 тысяч? 20. Ради себя давайте 15, пожалуйста. Нет, давай за 20. Что я, блядь, трезвый нормальный разговор. От-Душинский. Как вас зовут? Это петличка. Это петличка. Ну да, yoqinglar. Men importni bo'lishman, chiganlarim, hammasiga assalomu alaykum. Biza Komolga salom aytmoqchi edik. Mana ham hozir endi gapirtirmoqchi edim. Voy bilan ketib qoldi va Shoshmang. Shoshmang. Bora gapirtirish kerak. Pul berdi-ku, gapirma. Hop, pul bermading. Pul bermadimi? Bermadi hech kim. Bermadi, a? Что я, блядь, трезвый нормальный разговор. Pul bermading. Ha, pul berdim, 15 yuzim berdim. Pul bermadi dedi menga qarab. Xafamisiz doma? Ha, deb olib ketib Berish qoldi. kerakmi Zaliba? Yana bittadan yeyish kerak, paxlava bor, paxlava yegan. Lekin men rosa to'lib qoldim-da. Men bitta yeyman yana. Davay unda olamiz-da Saboyga. Saboyga yeysanmi, Jasmin? O'tda yeb o'tiramiz. Yeyish kerak, jinni. Просто obed qilmayapmiz. Xo'p, yeyman. Bolalar tushinglar, iltimos bilan yalintirmanglar. Xullas biz hozir korzinkaga keldik, bir ikkita narsalarni olishga, bozorlik qilishga, takoy. Hoppa, banan yesa bo'ladi, banan ves beradi. Mandarin olaylik. Hozir bizda bir 600 mingimiz qoldi-da, yetadi. Da. Ay, qo'lim. Bilasanmi, men qo'lim og'riyapti. Zalga chiqqanman-da. Men Pinterestdan yeyman men. Pinterest? Pinterest turgin. Qizlarga mana buni olaylik. Bu ham turetskiy bo'lsa kerak. Qarang, baribir ham qizlarga o'xshaydi-yu, takoy ko'shishga, nejinkalar. 500 ming qopti. Yeb tashladinglarmi shuncha pulni? Biza yedik, sen qarab turding prosta. Agar pulimiz yetmay qolsa, bu degani biz yutqizdik degani. Chunki ularda million bor. Ular tim bo'li vegetarianiyasi bo'lsa, go'sht yemaydi, banan, xohlagan narsasini tiqadi. Agar biz bugun yutsak, bu faqat Umidani deb yutgan bo'lamiz. Qizlar uyalmaysizlarmi? O'zi bitta-bittadan yedinglar-da. Yana yig'ishtirmay ham o'tiribsizlar. Bugun Tug'ilgan kunim deb buni xohlagan gapingni gapirib tashlavermang. Men hozir o'zimni qo'rquvimni bittasini yengmoqchiman. O'tman, umrimda umuman yeb ko'rmaganman, o'tman buni. Men buni umrimda yeb ko'rmaganman. Baribir hozir vegetarianman, shu boqoni yemasam, bu men buni ham umrimda yeb ko'rmagan ekanman. Aha, давайте buni ham. Va давайте bugun men vegetarian ekanman. Давайте shuning uchun buni hozir olib ko'raman. O'ylashim uchun men buni nech pul? Zanjabil 55 ming. Ya bo'lmasa buni qo'yamiz-da. Xo'p, hozir 3 ta narsa oldim va men давайте men avokado ham umrimda yemaganman. Nima? Avokado. Xolos avokado yemaganman, bittadan avokado ham olaman, shu yeb ko'rishim uchun va yana nimalar yemaganman. Nima qildingiz? Men bu qimmat-ku, bratim. Byudjetimiz kam, brat. Men buni qara.
O'sha internetdagi uzun mayapti. Nima? Yig'il solamiz. Ne bu? Omonxon, men bo'lmaydi-ya. Qimmat bu. 130 ming. Olamizmi yo'qmi? Biz уже ovqatlanib bo'ldik. Hozir magazinga borib snack olib, keyin ofisga borib damimizni olamiz. Da, ozgina yurib hazm qilsak, yana qornimiz ochadi, yana yeymiz. Yana ochadi, yana yeymiz. Xavotir olmang, hammasi meni nazoratim ostida. Xudo shu xavotir. Kulma, uxlasang unaqa превращаться полностью bor, unaqa qilgin, rolga kirgan qanaqa aktrisa bu, вообще bor, aktyorskiy yo'q-da. Mening yarim Maskovlarga ketdik.